Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun Surxondaryo viloyati Bobotog' tog' massiviga aylanishga chiqdik. Bahorning ilk daraxtchilari Muhammad Yusufning she'rlarini obod qilgan Lola Qizg'aldoqning endi ochib chiqqan joyi. Bobotog'da qo'ylarini nimaga go'shti shirin? Bobotog'da tandirga hech narsa yetmaydi. Nimaga go'shti shirin? Butun O'zbekistonda go'shtlari ham Bobotog'da o'sgan qo'zining go'shtini oldida epish olmaydi deyishadi. Buning sababi balkim mana shu 50 yillik, 60 yillik archalardadir. Tepada tog'li zonada archalar bor. 70-80 yil 100 ga yetgan archalar bor. Lekin bu yerdagi cho'ponlarning gapi bo'yicha Surxondaryoning go'shti shirin. Buning sababi mana shu pistalarda deb o'ylashadi. Pistalarda qishda bargi to'kilib tagiga tushadi. Mana bu pista daraxti. Bunga ham 100 yildan oshgandir. Juda katta daraxt. Buning barglari qishda to'kilib tagiga tushadi. Va yomg'ir mavsumida barglar juda boshqacha tamga inadi va yumshaydi. Pistani bargini safida, qatorida, sostavida deymizmi, efir moylari bor. Bu efir moylarini go'shtga ta'siri juda kuchli bo'ladi va juda xushbo'ylik bag'ishlaydi. Ana shuning uchun Bobotog'ning qo'ylarining go'shti juda shirin, tandiri juda mazali bo'ladi. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning Lola Qizg'aldoqlari mana Bobotog' qo'ynida ham ochilgan. Juda ajoyib. Hammangizni bahor ayyomlari bilan tabriklaymiz.